Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bolajonlar uchun mana shunaqa elektromobil, mini elektromobillar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana har xilidan bor, mana kattasi deysizmi yoki mana kichkinami yoki gelik kerakmi sizga? Mana har xildan bor. Bir boshdan ko'rsatib o'taman. Har xil yoshdagi bolalar uchun to'g'ri keladi. Kattalari og'irroq bolalarni ko'taradi ham. Masalan, mana bunga 2 ta yosh bola ketadi yoki kattaroq bitta bolaga bemalol joy bo'ladi. Narxlari ham har xil. Hammasida belinchagi bor, ya'ni tervanadi, muzikalari bor, rul pultlik bo'ladi. Pult bilan boshqarsangiz bo'ladi yoki o'zi boshqarsa ham bo'ladi. Svetlari yonadi. Amortizator hamma joylari cho'tki ishlaydi. Buning narxi necha pul? 2.800.000 so'm. Mana shu ko'rinishi. Bu anamdaqa mana militsiyalarda politsiyskiy qilingan, tog'ga yuradigan politsiyskiy mashina qilingan. Xo'p, bu necha kilogacha ko'taradi? Sidenalari kojalik, mana rullari 70 kilogacha ko'tarar ekan. Bu degani meni ko'taradi. Cho'tki. Keyin mana bunisicha ban katta Jeep. 2.600.000 necha kilogacha ko'taradi bu? 60 kilogacha ko'taradi. 60 kilogacha ko'taradi. Ikkita yosh bola yoki kattaroq bitta bola o'tirsa bo'ladi. Balonlari ham zo'r, baland mashina ekan. Mana bu yoqlarigacha yonadi. Orqa stoplari ham yonib turadi. Cho'tki 2.600.000 so'm. Juda ham zo'r. Keyin mana kichkina bolalarga deydigan bo'lsangiz, mana Tahoe bor. Bu necha pul edi? 1.800.000 so'm. Bunda ham hamma funksiyalari bor. Necha kilogacha ko'taradi bu? 40 kilogacha. 40 kilogacha ko'taradi. Zaryadlar hamma narsasi bor. Bu Jeep. Bu necha pul? 3.200.000 so'm. Bu necha kilo ko'taradi? 80 kilogacha. Bu 80 ni ko'taradi. Bemalol ichiga men sig'masam kerak, lekin men og'irligimni ko'taradi. Setlari, mana orqadagilari hamma joyi. Mana bu yoqlari yonyapti, bu yoqlari yonadi. Mana orqadan ko'rinishi. Necha pul qilib beramiz buni? Oxirgi narxi 2.800.000 so'm. Kim bu yerda mana gelik bor ekan. Bu necha kilogacha ko'taradi? 50 kilogacha ko'taradi. Mana. Ikkita yosh bola ketadi yoki kattaroq bitta. Mana sidenalari, mana hamma joyi cho'tki. Bu necha pul qilib beramiz? Buning narxi 2.300.000 so'm. Buni 2 million so'm qilib beramiz. Oxiri 2 million so'm qilib beriladi. 2.300.000 so'm aytib turilibdi. Bemalol kelaverasizlar. Keyin mashinalar har doim bular turmaydi. Assortiment ko'payib, kamayib turadi. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Xo'p, Denov shahar mana Qizilsuv ko'prigidan o'tib kelganda mana shu chap qo'lda joylashgan. Xab bozorga yaqin. Bemalol kelaverasizlar. Telefon raqam qoldiraman, yana ham telefon qilib manzilda to'liqroq tushuntirishadi. Telefon qilsangiz shunga qarab kelib olishingiz mumkin. Bu yerda faqat bunaqa mashinalar emas, koleskalar deysizmi, veliklarmi deysiz yoki hadinok, belanchak hamma narsalardan bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxlari ham hamyonbop narxlarda berishadi.